Qarang, Jahongir aka, Hop. bir ozgina sizni suhbatingizni olay deb chiqib olib chiqdim dema, ichkaridan tashqariga. Mayli. Farzandlardan nechta? 3 ta o'g'lim bor. Kunlik nechta pul topasiz? Shu 100, 150, 200 shu. Odamlar hech kelib sizga yaxshilik qilib ketganmi? Ha, qilganlar. Olib chiqib berganingizga bir ikki so'm berganmi? Bergan. Eng ko'p pulni pul bergan. Eng ko'p 30 ming, 40 ming. 30 ming. Men sizga mana shuni 10 barobar qilib beraman-da. 1 2 3 4 5. Mana 500 ming oling. Bu nima uchun bilasizmi? Ishga chiqmay, uyda 2 yoki 3 kun dam olishingiz uchun. Xo'pmi? Bu 500 ming nima uchun deb o'ylaysiz? Bilmadim. 3 ta o'g'lingiz bor. Mana shu 3 ta farzandingizga uyga mayda juda olib kirishingiz uchun. Mayli. Allohdan eng katta so'ragan narsangiz nima bo'lgan? Eng katta endi so'ragan narsam shu ota-onam sog'ligi. O'zim Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Bitta qichoq qo'ying.